Yagona darcha, marhamat. Mana bu pastdagi katta ko'chamiz Gagarin ko'chasi. Samarqand Qoq markazida joylashgan yangi bino, juda katta kvadratli korobka sotuvga chiqdi. 166 kvadrat. Xo'p, kirish eshigidan boshlaymiz har doimgidek. Sal ba'zi joylarga qorong'i bo'lib, yorug'lik yetishmasligi mumkin. Podyezddan ko'rsatib o'taman. Mana bu podyezd qismimiz. Liftimiz bor. 9 qavatli binomiz 7-qavatida joylashgan, burchakda joylashgan katta kvadratlik korobka holatda kvartira. Kirib kelamiz. Kattagina hol bor. Bu kvartirani katta oila olib, ikkitaga bo'lib turib, alohida eshigini qilsagan bo'lar ekan. Spokojno bo'ladi. Kirib kelamiz. Mana to'g'rimizda bitta xonamiz gulxo'y bo'lgan. Buni o'zingizga ma'qul qilib, bitta dizayner yoki arxitektorni chaqirib, kvartirachamizni o'zgartirsak bo'ladi. O'zimizdan ham bor yaxshi arxitektorlar chiroyli planirovka qilib beradi. Mani fikrim, mana bu joyga yana bitta eshik qo'ysa bo'ladi, chunki eshik ikkita bo'lsa agar ochib qo'yganda havo almashinuvi gulxo'y bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Sanuzorlar alohida bo'lib turibdi, mana maydachasi. Hojatxona kattarog'i, buni yuvinish xonasi qilamiz. Kanalizatsiya, suv, gaz, svet kelgan kvartiraga domda deyarli 90% odamlar yashayaptilar. Kirdik, bitta gulxo'y xonamizni ko'rdik. Undan keyin sanuzorlardan keyin oshxona keladi. Mana bu joyimiz oshxona bo'ladi. Chunki gazimiz shu yerga kelgan. Vitishkaga teshigini tayyorlab qo'yibdilar. Akvaplastdan qilingan derazalar, 2 qavatli oyna. Xo'p. O'zi 166 kvadrat, hamma xonamiz ham hammasi katta, koridorimiz keng, patologimiz baland. Yonida buni kattalarga yotoqxona qilib bersak bo'lar ekan. Lekin operator buni mehmonxona qilsa ham bo'lar ekan deydilar. Bunday qilsa ham bo'lar ekan. Mana bu 3-xonamiz. 3-xonamizda meni fikrim, mana bunday qilib devor qilib, devorni ana shunday qilib yopsak, yana bitta xonacha, koridor bilan mana bu yerga eshik, yana bitta xona. Gulxo'y bo'lmaydi, hammasida deraza bo'ladi. Buni ikkita xonaga bo'lsak ham bo'lar ekan. Shunda kvartiramiz 5 xonalik bo'ladi. Hozirda 4 xonaga bo'lingan. Boydagi Samarqand shahar manzarasi o'rtada joylashgan, shaharning qoq markazida joylashgan Karimbek restorani shunday yaqinda. Oxirgi xonamizni ko'ramiz. Hisob bo'yicha 4-xonamiz. Poli stяжка qilingan, nol qilib qo'yilgan. Oxirgi xonamiz ana shu bo'ladi. Bu taraf domning yon tarafiga qaralgan. Ya'ni Oblsvet deydi. Oblsvetga qaralgan taraf, Frunze ko'chasiga qaralgan taraf. Ana shunaqa katta kvadratlik korobka qidirib yurgan bo'lsangiz, 166 kvadrat 7-qavatda joylashgan, g'ishtlik dom, 9 qavatlik, lifti bor, ishlab turibdi, umuman muammo yo'q. Pastdagi qo'shnilardan so'rab oldik, nima muammo dedik. Deyarli muammo yo'q ekan. Faqat kirib yashash kerak ekan. Narxini 92 ming deyaptilar. Savdosi bo'ladi. Zudlik bilan aloqa chiqamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.